Ayni damda biz islom tarixida muhim o'rin egallagan loyiha oldidamiz. Bu loyiha 1200 yildan ortiq tarixga ega bo'lib, Zubayda bulog'i nomi bilan mashhurdir. Zubayda aslida kim bo'lgan? Zubayda xalifa Harun ar-Rashidning suyukli rafiqasi edi. Kunlarning birida Zubaydaga Allohning baytini haj va umra niyatida ziyorat qilgan hojilar va umrachilarning Makka hududida suv taqchiligi borasidagi shikoyatlar yetib keladi. Shunda Zubayda bu muqaddas zaminlarga qanday qilib suv yetkazish mumkinligi haqida o'ylay boshlaydi. Mutaxassislar unga Nomon hamda Hunayn vodiylar haqida ma'lumot beradilar. Shundan so'ng Zubayda Makkaga va boshqa muqaddas ziyoratgohlarga suv yetkazuvchi muhandislik inshootini qurishga buyruq beradi. Loyiha boshlanishidan avval muhandislar va mutasaddilar bu ishning murakkabligi va xarajatlari haqida ogohlantiradilar. Bunga javoban Zubayda, garchi har bir bolta zarbasi 1 dinor tursa ham, bu loyihani boshlanglar deb qat'iy buyruq beradi. Bu ulkan loyiha hijriy 194-yilda muvaffaqiyatli yakunlanadi. Ko'rib turganingiz, ushbu qoldiqlar mashhur Zubayda bulog'idan qolgan inshootlardir. Bulog'ning umumiy uzunligi 30 kilometrgacha bo'lib, ba'zi joylarda chuqurligi 42 metrga yetadi. Bundan tashqari bulog'ga xurozat deb atalgan, ya'ni suv to'plash va taqsimlash uchun mo'ljallangan maxsus yo'lakchalar ulangan. Umumiy bino bo'ylab 132 ta nazoratxonasi bo'lgan. Qarang, hozirgi kungacha ushbu buloq binosi muborak joylargacha yetib borgan. Hozir siz ko'rayotgan hudud Zubayda bulog'ining yonbosh qismi hisoblanadi. Qani birgalikda bu yerga kirib ko'raylik. Bu esa buloqning boshqa tomondan ko'rinishi. Agar siz bu tarixiy buloq haqida ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, Makka shahri va muqaddas hududlar bo'yicha qirollik ma'muriyat qoshida tashkil etilgan Zubayda bulog'i ziyoratgohiga tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yerda siz nafaqat tarix bilan tanishasiz, balki oilangiz bilan maroqli dam olishingiz ham mumkin.